Salom do'stlar. Mana bu yer bizning mahalla bo'ladi. Mana bu yer eski bozor edi. Hozir bu bozorning ichiga sud qurilyapti. Bozorlar ichi yangilanyapti. Mana bu yer eski uylar, betlar sinosga tushib, boshqatdan qurilyapti do'stlar. Mana ko'chalarga chiroq o'rnatilib, chiroyli qilib qo'yilgan. Kechqurundan bitta video qilib sizlarga ko'rsataman. Mana aynan shu uyda kepak sotilardi oldin. Mana bu uyda oldingi hozirgi holati. Mana bu tomonlar, bu yerlar ham bozor edi. Betlarda uylar ham bor, bozor ham bor edi. Hozir betlar o'zgarib ketgan. Mana bu uy oldin kichkina edi. Hozir katta qilishdi. Mana bu yerda eskidan chinni idishlar sotilardi. Oldin kichkina magazin bor edi chetda do'stlar. Iloji bo'lsa oldingi videoni ham topib sizlarga ko'rsataman, xudo xolasa. Mana do'stlar, mana bunaqa narsalar sotilyapti hozir bu yerda. Mana bu joyga podval ochilgan. Mana betlarda ham oldin uylar bor edi. Uylar mana shu asfaltga pashti yarmigacha kelib turardi. Hozir bu uylar sinosga tushib, ancha ichkariga kirib ketgan. Mana bu uylar ham pashti mana asfaltni mana joyidan to u joygacha, masjidgacha uy edi do'stlar oldin. Matrishton shahri bo'ladi. Mana hozir shunaqa chiroyli bo'lib ketgan. Mana bu tomon, mana bu joy bozorda ikkinchi ko'chasi. Masjiddan ham kirsa bo'ladi. Bozorimizga mana asfalt bo'yiga katta uylar qurilgan. Bir vaqtlar bu ko'chalarda odam yurishga qo'rqardi, to'g'risi. Hozir kechqurun juda odam ko'p bo'ladi. Hamma aylangani chiqib, hordiq, madaniy hordiq olib kirib ketadi. Mana bu uylar hali ham qurilyapti, hali ham qurilishlar tugagani yo'q do'stlar bu joylarda. Mana yo'lni bo'yiga bunaqa gullar ekilgan. Bu bizning Rishton shahrimiz. Mana bu uylar hali qurib bitkazilgan yo'q. Tashqarisi bitgan xolos, ichlari shundaycha turibdi, bitgan yo'q. Endi odamlar buni bitirish uchun o'zlari o'z xohishlari bilan ichini qanaqasi yoqsa, odamlar o'zlari shunaqa qilishyapti. Odamning ko'yniga qanaqasi yoqsa, odamlar o'zlari shunaqa qilib qurishyapti ishlarini. Davlatimiz shunaqa imkoniyat yaratib berdi odamlarga, aholiga. Mana bitlar 2 qavatli magazin bo'lgan hozir. Mana bit gilam magazin, mana. Mana bitlar 2 qavatli magazin bo'lib, chiroyli, batla hali ishga tushgan yo'q. Mana shu bitta gilam magazin ishlayapti. Mana bitta do'stlar eski Hozmak magazin bor edi. Bu ham buzilib ketdi. Mana bitta hozir boshqatdan qurishyapti. Yana xudo xolasa yaqin ishga tushadi, qurib bitkazilsa, aholiga foydalanishga topshiriladi. Mana bitta eski shashlikxona bor edi Rishtonda, nomerajin shashlik qilishardi sotdi. Mana do'stlar, ko'chalarimiz, yo'llar ancha kengayib, yo'lni bo'yida yurishga qo'rqmaydigan bo'lib qolgan odam. Mana bu hozir kurs o'tiladigan joy bo'lgan. Mana bu Gulzor degan marojnaxona. Gul ham sotiladi bu yerda, marojna ham sotiladi, gazvada sotiladi. Mana do'stlar bu tomonlar.
Mana maktab edi. Maktab почти вообще ichkariga kirib ketdi maktabim. Mana shu yerda do'stlar, mana shu yergacha maktabning panjarasi bor edi. Mana shu yergacha maktabning hududiga kirardi. Hozir maktabning hududi ham ancha ichkariga kirib ketgan. Maktab ham ancha kichrayib qolgan hozir. Mana do'stlar, mana bu zdaniyada, mana shu zdaniyada eski poliklinika bor edi. Eski детский poliklinika bor edi. Hozir u ham boshqa joyga ko'chib ketgan. Mabetlar, mana shu zdaniya. Mana shu zdaniya haligi sug'urta zdaniyasi edi. Mana bu o'rtadagi joy choyxona edi oldin. Mashlar ham hozir zo'r bo'lib o'zgarib ketgan. Mana bu bizning Rishtondagi birinchi maktab bo'ladi. Mana oldin madaniyat markazi bo'lgan do'stlar. Masjidda naqam cholg'u asboblarini chalishni o'rgatishardi. Hozir ko'rib turganingizdek umuman o'zgarib ketgan joylar betlar. Mana bu maktabning ichi betgan, xudo xolasa chiroyli qilib qurib bitkazishyapti. Mana bu to'yxona do'stlar oldin ham shu holat edi, hozir ham shu holat. Bu to'yxona buzishmadi nimagadir. O'zini holati yaxshimikin, shuning uchun buzishmadimi? Mana do'stlar, mana bu ancha bog'. Bizning bog'imiz bo'ladi do'stlar mana shu. Ichkarida 3-4 ta kafe bor. Odam oilasi bilan kirib mazza qilib dam olib chiqsa bo'ladigan joylar. Mana do'stlar, bu zdaniyalar endi qurib bitkazilyapti. Podvalni birinchi qavati bitdi. Mana bunaqa mashinalar hali ham ishlayapti betlarda. Archa bog' qushlar sayrashi eshitilayotgan bo'lsa, eshitilyapti do'stlar. Mana do'stlar, masjidlarda oldin qanaqa joy bor edi esimda yo'q. Hozir lekin Mabiyot chevarxona bo'lgan, Batmoliya bo'limi bo'lgan, tepasida aholi yashash uchun joylar, uy xonadonlar qurilgan. Ne ishmoyapti? Yo.